Assalomu alaykum doktor. Aytingchi, kesircha kesish yo'li bilan tuqqandan keyin shu operatsiya joyi qachon bitadi va choklari qachon to'laqonli yo'qolib ketadi yoki qachon oladi deb savol yo'llashibdi. Demak, kesircha kesili bilan operatsiya qilib tug'ilgandan keyin odatda normada 42 kun o'tgach batamom mana shu choklari so'rilib va u joy yetarlicha bitib ketgan hisoblanadi. Ya'ni endi mana shu chandiqqa nisbatan xavotirga o'rin yo'q deyiladigan vaziyat bo'lishi uchun kamida 40 kun o'tish kerak. 42 kun meditsina tomonlama aytilganda, xalq tilida esa shuning uchun ham chillalik deb aytiladi. Tug'ruq yo'llariga infeksiya tushmaslik uchun ham va xohlagan joyda operatsiya qilingandan keyin o'sha joyga infeksiya tushib, zaражение deb nomlanadigan vaziyat bo'lib ketmasligi uchun ham kamida 40 kun saqlanish kerak, ehtiyot bo'lish kerak-da. Odatda hozir zamonaviy meditsinada choklarga qo'llanadigan, ya'ni tikishdagi, shov qo'yishdagi iplar o'zi so'rilib ketadigan maxsuslari bo'ladi. Avvalgilarda hozir chokka oldirib kelamiz yoki mana shu tikishcha ipini oldirib kelamiz deydigan vaziyatlar bo'lmasligi uchun o'zi so'rilib, organizmni jarayonlari orqali yo'qolib ketadiganlari butun hamma xirurglar qo'llaydigan eng yaxshisi hisoblanadi. Hozir kamdan kam holatlarda so'rilmaydigani, o'zi yo'qolib ketmaydigani qo'yiladi. Bu ham bo'lsa, jiddiyroq qandaydir uzoqroq vaqt o'sha mahkam ushlab turish kerak bo'lgan vaziyatlarda o'zi so'rilmaydiganini qo'yadi. Lekin qolgan vaziyatlarda deyarli mana shu kesirchani o'zida yoki boshqa yengilroq appendisit kabi operatsiyalarda o'zi so'rilib ketadigan iplardan foydalaniladi va bu bemorga yana qaytadan borib, azoblanib, chokini oldirib, ipini oldirishga vrach axtarib yuradigan vaziyatlardan uni farq qiladi. Menimcha savolingizga javob topdingiz. Shunga o'xshash savollaringiz bo'lsa, kommentariyalarga yozib qoldiring. Eng ko'p ovoz to'plaganlarini tezroq video javob bilan javob beramiz. Хорошо? Пока.